Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarım. Yana bir masala, Ubul Tavakkul imloqchi WhatsApp to'plariga e'lon qilgan bu yolg'on yovdoq gaplarda yana shu yolg'on aytib ching turib uyni sotmagan kiroga bergan deb ketibdi. Endi mening qo'limda uyni olganlik hujjatim bor, uning imzosi bor, ovozliq so'zi bor, imzo qo'yib uni oldingi videomda ivetdim qarindoshlarim. Endi bu videoda bu uydinki men setib olganligim rost, men kirochi emas, 5 yildan beri uyimninki usti qatini kiroga setib kelyapman. Men uyning egisi kiroga berganligim haqida kirochi bilan yozishgan kira so'zlashmam bor. Yana bu nima kelib, Ubulaji imloqchi o'z qo'li bilan yozgan kira so'zlashma. Bu uyni menga sotganligini 5 yilga qadar e'tirof qilib, uy sohibi degan yerga mening ismimni yozib, buni kiraga berib bergan qarindoshlarim. Buni hammangizga hozir bu so'zlashmani paylaşmoqchiman. Yana bir masala, bu binoda 12 oila adam bor, o'tiryapmiz. Shu qo'shilningmi men o'ltirdi 6 yil bo'ldi. Mendan ilgari men kelgan vaqtim bor qo'shillarim bor, kin kelganlarim bor. Shuning hammasi uyning mening setib olgan ekanligimga shohidlik beradi qarindoshlar. Buningga shohid o'tgandan keyin mundaq bir isbotlar bor qarindoshlar. Endi uyimizningki bu binoninki bir yendiki binoni yıktı yanlab silish uchun. Şondan binoni sağğa vaqtda bu yan bir tarafdanki dish qo'rmisi chala ekan, qilmabdi ekan, qilinmagan ekan. Buni qilish to'g'ri keldi. Şondan bu binodagi 12 uyning sohibi hammasidan pulni chechib, buni to'lashga to'g'ri keldi. Shu vaqtda men bu ishni ancha to'g'ri ko'rdim. Bu mening uyam bu tarafda tursa, mening tomlarim saq tursa, bu indiki temi o'zining yo'q odamlar chiqib tulva qilmay buni nimada menga otatqanto deb men bu pulni men tulmaytma, mening uyamning saq bo'lganligi dedim. Shu vaqtdagi bino yöneticisi burun bu uyninki sohibi Ubul Tavakkul imloq bo'lganligini setib olgan vaqtida bu odamni biletgan. Shundan buningga telefon qildi bular. Shundaq ish bo'ldi, ma o'ltirayotgan odam bizning gapimizga pul talab qilsak bergilmidi? Uyning sohibi kim? Bu uyning sohibi mush pulni berish kerak, mush odammi emasmi, o'ltirayotgan odam uy sohibi emasmi deb bundan so'g'am. Bu imloqchi ha ash o'ltirgan Muhammad Tojim uy sohibi shu uyni o'sha setib olgan, men uni setib bergan deb bu uning isbot bergan. Ambular menga endi uy sohibi senkan, hamma uy sohibi hammamiz mayli kimning uyi saq bo'lsin, kimning buzuq bo'lsin, binoga tabi har qanday ish bo'lsa, shu binodagi hammamiz tang to'lab mundaq qilamiz. Shuning uchun har bir odamga 2 ming liradan keldi. Shuni sen besang o'tgan dedi. Men ham ma'qulan davsi dedim. Ham shu vaqtda Ubulaji imloqchi menga telefon qilib, bu ishni menga uqtidi. Bir yerda qoida ashunda, sinning saq bo'lsa, kimning kim bo'lsa, binoga oid ish bo'lsa, hammadan tang to'laydi. Hatta asansörlük binalarda şu kiriş kat aslındaki badrom katta oltağı adamı asansörünün çıkımını tam tüleydi bir yerde. Dep uxtudu anne maqulunda osmaqını bir ay dep pulunu bergen. Şu vaqtida bununki qulun qo'shliqqa bino yuziga bergan guvohligi bor. Uyni mushadan olgan, mushuni setib bergan deb shu to'g'riliqmi? Qo'shnining hammasi uyning mening setib olgan ekanligimga shohidlik berdi inshaalloh qarindoslar.